Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega Mbappe hech qachon bosh bilan gol ura olmaydi? Uning jiddiy va shu bilan birga qiziqarli sababi bor. Buni bilishdan oldin kanalga podpiska tashlab qo'yishni unutmang. 50 mingta bo'lishimizga ham ozgina qoldi. Siz fransiyalik hujumchining bosh bilan urgan biror bir golini eslay olasizmi? Bu mavsumda ham u birortasini bosh bilan urmagan, lekin buning jiddiy sababi bor. Mbappe bosh bilan o'ynashdan qo'rqadi. Yo'q, bu hech qanday hazil emas. Sababi u faoliyati davomida 2 marta miyasi chayqalgan. Birinchi marta 2016-yilda Monakoda o'ynab yurgan paytlari. Kylian endigina debyut qilgan, atigi 17 yoshda edi. Uni maydondan zambilda olib chiqishadi va tez yordam mashinasida kasalxonaga olib ketishadi. Ikkinchi holat 2018-yilda u darvozabon bilan to'qnashib, boshini yerga qattiq urib oladi. Yana miyaning chayqalishi va yana kasalxona. Tabiiyki, u uchinchi bor shunday jarohat olishdan qo'rqadi. Chunki bu holat uning miyasiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Bundan ham yomoni, Euro 2024 vaqtida u burnini sindirib oladi. Bu sababli u imkon qadar bosh bilan o'ynashdan qochadi. Siz bu ma'lumotni bilarmidingiz? Agar bilmagan bo'lsangiz videoga like bosib qo'ying.